Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Grox, biz o'sha qurbaqajon bilan kichkintoyni o'ldirdik. Qani, yaxshimi? Barakalla do'stlar, sizlar yaxshi ishlayapsiz. Rahmat Grox, endi bora qol. Ay, qani do'stlar, mana biz 80-kunda uyda o'tiribmiz, bu yerda berkinib. Masalan, Grox ko'rsa, enamiz ketadi, chunki kichkintoy o'lgan va men ham o'lgandek ko'rindi. To'g'rimi bolalar? Qani hamma bir-biriga salom sinsa, mayli farqi. Davay, 85-kun. Mana nihoyat. Voy, hammamiz endi chiqishimizga to'g'ri keladi. Bu yerda o'tirib ketdi. Ya, Groxning soliq mavsumi boshladi. Qani ketdik endi soliq to'lashga. Ya, qani, bu nima bo'ldi? Hay, kichkijon, qanasan? Voy, sen nimadir xohlaysanmi? To'xta, nima Qo'rbaqajon, bu yoqqa qara, qani, ular o'zi soliq to'lagani borishyapti. To'g'ri, qarang. Bilasanmi, gapingga cho'madim, endi qani tekshirib kelaman. Iltimos, uyda yordam ber. Vaqtda jetilsan, nima bo'ldi sana ahvolingga? Bilmayman, men ham shunga cho'mayapman, yordam bersangiz Qurbaqajon. Xo'p, yaxshi, qara, tekshiraylik, o'zi nima bo'ldi? Boshda aytib ber. Qarochi, men orolga borgandim, sohilga. To'xta, qochib turgida. Men bu yerda yopib qo'y. Yaxshi. Faqat hech kimga aytmayman, xotiraman. Xo'p, endi aytib ber. Xullas, yo'l bo'yiga borganda qandaydir parazit meni tishlab olib ichimga kirib oldi. Janoza, menga yordam ber. Birodar, iltimos, bu yerlarda xavfli. Tezroq bor, toza havoda yursang balki tuzalib qolasa, chiqib ketadi. To'g'ri aytasan, bo'pti, men ketdim. Yo, nima bo'lgan bildingmi? Sen bezmiyasan-ku. Mana qo'ya, kech tushdi. Kelinglar tekshirib ko'ramiz. Steven, nima gap? Bilmadim, hech nima gap yo'q. Qani tekshirib ko'raylik-chi, boyaga jiddiy tuzalib ketibdi. Xolos, tashqariga chiqsak bo'ladi. Chunki Grox yo'q. Qani kechqurun bebalo yura olamiz. To'xta, u nima? Nimaga uni uyiga kirib ketdi? Yo'q, kasallanibdi u. Yo'q, jirarsan. Hamma uylardagi odam jitiladi. Yo'qib, erasiz ketyapti. Yo'q. Jirarsan. Biz ishimiz ishdi-ku. Qani tekshirib ko'rish kerak. Sen ortidan bor o'sha jitillar. Qani. Yo'q, bu tupoy tugur вообще bo'lib ketibdi. Zombimi deyman? Yo'q. Hammani erasiz ketmaysiz oldi. Tezroq qochib olishim kerak. Qani bu yerda qaraychi. Yo'q, u yerda emas. Tezroq uyga kirish kerak. Xo'p, bu sekin yurgan paytda men tezroq boshpanaga yetib bo'lmaydi. Bo'lmasa men ham bu yerda qolib ketaman deyman-da. Voy, sekin u yo'qligida mana bu yoqlarga o'tib tez. Jidil, qarasa nima qilib qo'ygan? Biloma. U xabarchili badanimiz ko'rganiga aytadi, masal qoch. Qoch. Onangni og'zingni ochir, tezroq qochish kerak. Qani ketdi, basaga, men o'rningni uchqurg'onlar ko'rsaman. Yo'q, qochish kerak. Yo'q, ular ko'payib ketishyapti. Yo'q, to'satdan oldindan ham chiqib qolishyapti. Qochish kerak. Tezroq boshpanaga, onangni ko'r. To'xta, tezda kirib ketishim kerak. Bular duvarlar, nima bo'lyapti? Qurbaqajon, do'stlar, bilasizlarmi? Zaharlanganlar paydo bo'libdi. Boyaga ertalab kechitirib oldi. Nima rostami? Yo'q, Qurbaqajon, rostdan bo'lishi mumkin emas. Nima qilyapsan? Yo'q, tashqarini ochma. Yo'q, bezmiya, tupoy. Qayerga ketding? Voy, u ketib qoldi-ku, jirarsan. Yo'q, eshikni yopib turish kerak. Biz yashab qolishimiz uchun. Yo'q. Umid qilamanki, o'tirik. Qanday joylayapsan bo'ldi. Endi ertaga Groxga soliqlar beraman. Qarang qancha ishladi. Bu nima ro'za? To'xta, nega u birovlar tashqarida yuribdi kechqurun? Yordam bering. Yo'qol meni uyimdan. U nima qilyapti? To'xta, nima uyiga kirib nima qilib chiqdi? To'xta. Nimaga u zombaymi? Nima u nega yuribdi bu kechqurun? Voy, menga yordam bering. U kelyapti. Iltimos, yo'q. Grox, sizni boshqalar kutishyapti. Grox, yaxshiyam keldingiz. Hammalarga salom. Xo'sh, nima yangilik bor, Grox? Qandaydir zaharlanish paydo bo'ldi. Bitta Ivanoti, orolga borib, bitta parazit o'ziga yuqtirib olibdi. Nima? Qanaqa parazit?
Men uni hozir sizga ko'rsataman. Qani ortimdan yuring. Xo'p, qani ko'rsat. Mana ularning bir ikkitasi. Yo, bunga qanday jur'at qilishdi bilmadim. Lekin bu yerda mana bu surati ham bor. Qani ko'rsang menga o'sha suratini. Mana birinchi parazit. O'sha parazitni yuqtirib olgan jitel esa mana shu bo'ladi. Yo, to'xta, bu jitilmi? Ha, yaxshi. Demak, hozirgilarning hammasi o'sha mana shunaqa ekanda, to'g'rimi? Ha, janob, xuddi shunday. Ha, mayli. Qani unda bu virusga qarshi dori tayinlang. Xo'p, janob. Qarochi, mana biz mana bu yerda turibmiz. Endi zerikib ketdik. Hoy, qurbaqajon, nima deb o'ylaysan? Bilmadim. Dadajon, keling u binoga boraylik. Yaxshi, lekin u bino emas. Birinchida qishloq ahlining uyi. Lekin bittasiga hayron qolyapman. Ahmoq jetini yo'qotdi-da. Hech qisi yo'q qurbaqajon. O'zi yerga qaytib keladi, boshlaydi. Va to'g'ri aytasan. Qani ketdik bo'lmasa o'sha qishloqlarning uyiga. Ha, qani ketdik. Ha, ketdik do'stlar. Ha, iltimos, faqat sekin-sekin yuringlar. Hozir biz o'zi xavfsiz bo'lishimiz kerak. Qani sekin tushib olishimiz kerak. Biling, yana xato qildim. Keyin suv bilan tushamiz. Yaxshi, qani ketdi. Hamma, ha, men uddaladim. Qani kichkitoy, sani navbating yaxshi. Barakalla, kichkitoy. Qani uysiz ketdik endi, tak. Endi nima qilamiz ekan? Kel, yaxshisi biz qurbaqajon mana bularni o'ldiramiz. To'g'ri fikr. Ha, dadajon, ularning elasini ketqilaylik. Mayli, sizlar aytgancha bo'la qolsin. Bilaman, mana yerni ochib, qani uyda kimligini tekshirib ko'rmoqchiman. Agar bo'lmasa pastga tushamiz. Yo'q, adashibman. Bu uyda bor ekan. Yo'q. Menimcha tepada bo'lamizmi deyman-da. Shunaqaga o'xshaydi. Dadajon, nima bo'lmaydi. Keling, men u bilan o'ynamoqchiman. Kichkitoy, iltimos, jim o'tir shu yerda. Qani ketdi. Yo, kichkitoy, mayli o'zing bilasan. Qani tutib olinglar, meni tutolmaysizlar. Barakalla, ularni yugurtir. Qani kelinglar, meni tutinglar. Oyi, qoch, meni tutinglar. Xudoyim, kichkitoy xuddi hozir energetik ichib yugurib yurganga o'xshaydi-ya, qo'yinglar. Ha, qurbaqajon, xuddi shunga o'xshaydi, to'ppa-to'g'ri. Bo'la qol, tutinglar mana, ha, yutqizyapsizlarmi? Yo'q, kichkitoy ularni chalg'itib turardi, lekin biz bitta joyga to'plashimiz kerak. Ular kichkitoyga deyarli e'tibor qilmay qo'yishdi. Menda yaxshi jumoq bor, ya'ni javob. Xo'sh, qanaqa javob bo'ldi? Bu javob men hammasini bir joyga to'playman. Uning uchun menga bitta yo'l qurib ber. Yaxshi, mana senga yo'l. Yaxshi, endi biz bir joyga to'play olamiz. Bo'la qol, Steven, men senga ishonaman. Yaxshi, xo'p, menga ishonaver. Xavotir olma. Men ularni bir joyga to'playapman. Yaxshi ketyapti hozirchalikka. Qo'ying, Steven, sen ularni hammasini to'plading. Qani endi biz bu yerda blokini buzdirib olaydi va qani teshkili. Men sekin-sekin ularni o'ldirib turaman. Bo'ptimi? Xo'p, yaxshi qurbaqajon. Unda ketdi. Suvlarni tezroq qo'yib olamiz va qani pasholman sanlarni hozir enangni ketqaman. Men onangni ko'rma. Yo, sekin-sekin o'tish kerak. Ha, qani bu yoqqa, suvni olamiz endi tepadan turib o'ldiraman. Men senga yo, bezovmen bor ekan. Yo, ke. Ben seni o'ldiraman. Ben senga ular chiqa olmasligi uchun men bitta o'ldirib olishga qilib qo'ydim. Qani endi yo. Pashol, nima qilishga hayronman. U hammani bir joyga yig'ib turibdimi? Yaxshi, balisi nima qilib o'tiribman? Bo'lmasa ketdi. Qani shu yerda turib o'ldirib olishga harakat qilaman. Yo, men senga qani ketdi. Kichkitoy qirollari esimga tushdi. Qani ketdi. Mana sizlarga qirollar oldim. Yaxshi, kela qol qurbaqajon. Steven, hazillarga vaqt yo'q. Sen kelishing kerak. Men ushla bo'pti qirollar. Qani ketdi. Endi biz qayergadir borishimiz kerak yoki shu yerda qolamiz. Ha, endi nima deymiz? Kichkitoy, seni qirollaringni olding. Xafa bo'lmaysanmi? Yo'q. Men senda o'zingda qirol bo'lsa kerak yoki men ushla senga qirol. Rahmat dadajon. Endi biz bularni enasini uch qo'rg'onini ko'rsatamiz. Chiqishini xohlasanglar, like bosib obuna bo'linglar.